Prezident raisligida o'tkazilgan hudud va tarmoqlarda iqtisodiy o'sishni ta'minlash birinchi chorak yakunlari tahlili hamda yil yakuniga qadar ustuvor vazifalarga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishida har bir hudud oldida aniq vazifalar qo'yildi. Ushbu topshiriq ijrosi Qo'shko'pir tumanida ham amaliy ishlar orqali ta'minlanmoqda. Hurmatli Prezidentimiz 2026 yil 5 fevraldagi 49-sonli qaroriga asosan tumanimiz og'ir toifadagi tumanlar toifasiga kiritilib, 60 milliard so'm mablag' ajratildi. Qolaversa, kambag'allik darajasi yuqori bo'lgan 12 ta mahallamizga 36 milliard so'm, bundan tashqari 2 ta yangi O'zbekiston qiyofasidagi mahallalarimizga 10 milliard so'm mablag' jami tumanimizda bu yil 106 milliard so'm og'ir toifadagi tumanlar kiritilgan sabab mablag' ajratildi. Bularning hammasini negizda tumanimizda aholi daromadini oshirish, aholini rozi qilish, tadbirkorchilik subyektlarini tashkil qilish, kambag'allik va ishsizlik darajasini kamaytirishga yo'naltirish belgilangan. 60 kilometrdan ortiq yo'l, 25 kilometrdan ortiq piyodalar yo'lakchasi, 17 kilometr elektr liniyalari, 4 ta nasos agregatlari, 1,5 kilometr beton va kanallar ariqlashtirish, 1,5 kilometr zavorlar yopiq drenaji holatiga keltirilib, yangi tadbirkorchilik subyektlari yaratilish va umuman tumanimizda 2000 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratilish belgilangan. Buning natijasida tumanimizda 2026-yilda kambag'allik darajasi 3% va ishsizlik darajasi 3,3% tushirish belgilangan. Tumanimizda bu yil 28 mingdan ortiq yangi ish o'rinlari yaratilish belgilangan. Bular 4300 dan ortiq doimiy ish o'rinlari, 4,5 mingdan ortiq soyadan chiqarish va 20 mingdan ortiq aholini daromadini oshirish belgilangan. Tumanimizda bu yil barcha mablag'lar hisobidan 687 milliard so'm mablag' ajratilib, uni 210 milliard budjet mablag'lari va 400 milliard imtiyozli kreditlar ajratilish belgilangan. Bular hammasida tumanimizda ishsizlik va kambag'allikni kamaytirish va aholi daromadini oshirish belgilangan. Kambag'allikda belgilangan reja grafikka tushish va iqtisodiy o'sishning davomiyligini bajarilishini so'zsiz ta'minlaymiz. Jumladan, tumanda aholi bandligini ta'minlash va daromadini oshirish maqsadida yangi ishlab chiqarish hamda xizmat ko'rsatish loyihalariga alohida e'tibor kiritilmoqda. Ayniqsa, mahallalarda kichik biznes va oilaviy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash orqali yangi ish o'rinlari yaratilmoqda. Prezident farmoniga asosan tumandagi Yangilik, Mesit va Buxoriston mahallalarida 20 gektar yer maydonlari sanoat va xizmat ko'rsatish tashkil etish uchun yer maydonlari toifasi o'zgartirib berilgan. Masalan, mazkur mebelchilik korxonasi faoliyat yo'lga qo'yilganligi tadbirkorlar uchun ham ayni muddao bo'lmoqda. İmtiyazlı kredit alıp iskeleler satıp alıp işçiler sanı 15 tage etti. Özlemizde imtiyazlı kredit hesabından bina kurup faaliyetimizi 3 yöneliş boyunca kengaytirdik. Yıllık daromad 1,5 milyarddan aşağı yılda. Kelgusi maksatlarımız yine imtiyazlı kreditten faydalanıp iskeleleri köpeytirip işçiler sanını 30 tage yetkazdik. Devletimiz tomonidan işçimendagi odamlarga hamma sharoit boy imtiyozli kredit, yer masalasi muammosi hammasi davlatimiz tomonidan yaratilib berilgan. Davlatimiz rahbari yig'ilishda sanoatni rivojlantirish, mahalliylashtirish darajasini oshirish masalalariga ham alohida to'xtalib o'tdilar. Shu maqsadda Qo'shko'pir tumanida sanoat sohasida 995,3 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqarilib, o'sish ko'rsatkichini 109,5% ga yetkazish maqsad qilingan. O'tgan yil davomida 71,1 million dollar bo'lgan 22 ta loyiha ishga tushirilib va yangidan 1445 ta ish o'rinlari yaratildi. Shuningdek, yil yakuni bilan jami 91,1 million dollarlik investitsiya o'zlashtirildi. Tumanda yirik investitsiyaviy loyihalarni amalga oshirish orqali iqtisodiy o'sishni ta'minlash, aholi bandligini oshirish va oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash borasida amaliy ishlar izchil davom etmoqda. Ana shunday yirik loyihalardan biri mas'uliyat cheklangan jamiyat tomonidan amalga oshirilayotgan broiler va texno usulda parrandachilik loyihasidir. Umumiy qiymati 20 million dollar bo'lgan mazkur loyiha aholini sifatli tuxum, parranda go'shti, omoqdagi mahsulotlari hamda inkubatorda yetishtirilayotgan jo'jalar bilan ta'minlashga xizmat qilyapti. Bugungi kunda korxonada 120 nafar yangi ish o'rinlari yaratilgan bo'lib, bu aholi bandligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shuningdek, korxona qoshida tashkil etilgan omoqda yem ishlab chiqarish sexida kuniga 200 tonnaga yaqin parranda, chorva va baliqchilik uchun ozuqa ishlab chiqarilmoqda. Qo'shko'pir tumanida amalga oshirilayotgan mazkur yirik parrandachilik loyihasi nafaqat oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini oshirish, balki yangi ish o'rinlari yaratish, aholi daromadini ko'paytirish va mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirishga ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Qo'shko'pir klasteriga qarashli tekstil korxonaning bitta qismining o'zida kuniga 15 tonna ipkalava ishlab chiqarilmoqda. Korxonada yangi liniyalar ishga tushirilish arafasida, buning natijasida to'liq quvvatda korxona faoliyat olib borsa, bu ko'rsatkichni 50 tonnaga yetkazish imkoniyati yaratiladi. Ipkalava ayni kunlarda Rossiya bozorlariga eksport qilinmoqda.
Korxonamiz ishlab chiqarishi ikkita loyihadan iborat. Birinchi loyihamiz bu OpenNet qismi, hozirda ishlab faoliyat olib borilmoqda. Davlatimiz tomonidan imkoniyatlar yaratilib, loyihamiz qayta tiklandi. Birinchi loyihamiz kuniga 15 tonna ip-kalava mahsulotini ishlab chiqarish quvvatiga ega. Hozirda 120 ta ishchi o'rni yaratilgan. Ikkinchi loyihamiz bu hali to'liq quvvatda ishga tushirilmadi. Buni ishga tushirish uchun davlat tomonidan 37 milliardlik elektr ta'minoti podstansiya qurilish ishlari boshlanmoqda. Podstansiya to'liq bitgandan keyin hamma loyihamiz to'liq ishga tushiriladi. Bunda kuniga 50 tonna ip-kalava mahsulotini ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'lamiz va 600 nafar ishchi o'rni yaratiladi. Hozirgi kunda ip-kalava mahsulotimizni nafaqat ichki bozorga, balki eksportga ham sotilmoqda. Yana to'liq quvvatga ishga tushirilsak, bu eksport hajmi ham ortishi rejalashtirilmoqda. Hozirda Rossiya davlatiga eksport qilmoqdamiz. Eksport hajmimiz oshgandan keyin Yevropa davlatlariga va Pokiston, Hindiston kabi Xitoy davlatlariga eksport qilish rejalashtirilmoqda. Bugungi kunda tumanda asalarichilik faoliyatiga ham qiziqish ortib bormoqda. Tabiat bilan hamohang, mehnat va sabrni talab qiladigan sohalardan biri asalarichilik. Bugun bu yo'nalish nafaqat shirin ne'mat manbai, balki daromadli tadbirkorlikka aylanmoqda. Asalarilar parvarishi orqali asal, mum, propolis kabi mahsulotlar yetishtirilib, ichki bozorga yo'naltirilmoqda. Mutaxassislar asalari parvarishlashda zamonaviy usullardan foydalanib, mahsulot sifatini oshirishga alohida ahamiyat qaratishmoqda. Ayniqsa ekologik toza mahsulotlarga bo'lgan talabning ortishi sohaning imkoniyatlari kengayishiga ham xizmat qilyapti. Asalarichilik kichik hududda ham samarali yo'lga qo'yilishi, oz xarajat bilan yuqori natija berishi bilan ahamiyatlidir. Biz ayni paytda asalarichilik fermer xo'jaligidamiz. Aynan bu yerda asalarichilik faoliyati ham rivojlanib boryapti. E'tiborli tomoni, mana shu fermer xo'jaligida 60 ta qutidan asalarichilik faoliyati yo'lga qo'yilgan bo'lsa, bugungi kunga kelib mana shu raqamlar 700 tani tashkil qilmoqda va yillik ishlab chiqarish quvvati esa qariyb 12 tonnani tashkil etmoqda. Albatta bu ozmuncha raqamlar emas. Umuman olganda mana shu natijaga yetib kelgunga qadar bo'lgan jarayonlarni esladigan bo'lsak, qanday mana shu ko'rsatkichlarga erishildi? Qo'shko'pir tumani eski asalarichilik hududi hisoblanadi. 50 ta 60 ta asalari uyasi bilan ish boshlaganmiz. Hozirgi kunga kelib mana 700 tadan oshib ketdi asalarlarimiz. Oila daromadi uchun ham yaxshi, iqtisodiy daromadimiz ham yaxshi. Mana hozir fermer xo'jaligimizda 6 ta asalarichi bor. 6 ta asalarichi mana shu fermer xo'jaligimizda asalarichi bo'lib ishlab kelmoqda. Asalarichilikda o'zining naslchiligini yo'lga qo'yganmiz. Har yili mana Yevropa mamlakatlaridan, Rossiya mamlakatlaridan ona asalari olib kelib, ona asalarlardan shulardan ko'paytirib, mana shuni o'zimizga moslashtirib kelmoqdamiz. Yillik o'rtacha yillik daromadimiz 700-800 million atrofida bo'ladi. Aholiga asosan mahalliy o'zimizning ichki ehtiyoj uchun sotiladi. Asalardan oila boqib o'tirgan xonadonlar ko'p. Hammaning uyida 4 ta, 5 ta asalari oilasi bo'lsa, bu ham o'rtacha 15-20 kilo atrofida asal bergan taqdirda ham mana bitta oilaga 70-80 kilo atrofida daromad. Davlatimiz tomonidan mana bizga mana shu asalarichilik hududini berilgan. Davlat tomonidan mana bizga mana shu yerlarda ajratib berilgani, bundan tashqari shu yerlarda mana foydalanib o'tiribmiz. Mana ekilmaydigan qum joylarimizda mana yantoqlardagi so'zan degan yovvoyi o'simliklarni ham o'zimiz ko'chat qilib uni o'tkazib ham chiqqan joylarimiz ham bo'lgan. Shu faqat shu asalarga daromad bersin deb. Keyingi yilga mana oziqovob asalarga gektariga 250-300 kilo, 500 kilogacha beradigan gul urug'larini hozir olib kelib ekyapmiz. Yig'ilishda ta'kidlangandek, birinchi navbatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, inflyatsiya darajasini oshirmaslik topshirig'i berilgan edi. Bu borada ham aniq reja va maqsadlar belgilab olingan. Bu yil tumanimizda 1200 gektardan ortiq maydona kartoshka ekillari ekildi. Qolaversa, bu yil tumanimizda tadbirkorchilik subyektlaridan 1000 dan ortiq qaramollar keltirish va go'sht narxini barqarorligini ta'minlash bo'yicha oldimizda chora-tadbirlar belgiladik. Qolaversa, tumanimizda aholi bilan ishlash, aholi dehqon xo'jaliklarini oziq ekinlarni ekish, qolaversa, tumanimizdagi fermer xo'jaliklarini, paxta-g'alla yo'nalishidagi fermer xo'jaliklarini 10% maydonni oziq-ovqat ekinlarini yetishtirish va aholida go'shtga bo'lgan talabini doimiy va arzon bahoda yetkazib berish bo'yicha aniq chora-tadbirlar belgilab olganmiz. Tumanimizda bu yil 100 gektardan ortiq intensiv bog'lar tashkil qilinib, qarshibga qilinib, o'rniga yangi bog'lar ham tashkil qilindi. Davlatimiz rahbari video selektor yig'ilishida bizlarga oldimizga katta vazifa qo'ydi. Aholini doimiy arzon va sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash
bo'yicha aniq vazifalar belgilaydi va bu vazifalarning ijrosini tumanda so'zsiz bajarilishini ta'minlaymiz. Shuningdek, qishloq xo'jaligi, intensiv bog'lar, polizchilik faoliyati orqali eksportbop ekinlar maydonlari kengaytirilmoqda. Shuningdek, tumandagi fermer xo'jaliklari va tadbirkorlik subyektlari elektr energiya iste'molini muqobil quyosh panellari afzalligini his qilgan holda amaliyotga joriy etishmoqda. Davlat rahbari tomonidan belgilab berilgan ustuvor vazifalar hududlarda iqtisodiy faoliyatni yanada kuchaytirish, yangi ish o'rinlari yaratish va aholi daromadini oshirishda muhim omil bo'lmoqda. Qo'shko'pir tumanida amalga oshirilayotgan ishlar esa berilgan topshiriqlar ijrosi amalda ta'minlanayotganligini, iqtisodiy o'sish va taraqqiyot yo'lida izchil qadamlar tashlanayotganligini ko'rsatadi.